Hammaga assalomu alaykum bolalar. Bugungi videomizga xush kelibsiz. Sizlar bilan har doimgidek Kamina. Bugungi videomizda yangi chiqadigan Tortuber versiya yangiliklarini birgalikda ko'rib chiqamiz. PUBG Mobile beta versiyasida bomba yangiliklar bor. Hozir birgalikda ko'ramiz barchasini. O'tgan safargi videodagi aktiv uchun hammaga kattadan katta rahmat. Bitta narsani iltimos qilib qolardim. Televizorda videolarimni tomosha qiladiganlar, iltimos telefoningizni unutib bitta like bosib qo'ysangiz juda ham katta podeshka qilgan bo'lasiz. Aytgancha bitta narsani eslatib o'taman. Ishonchli UC servis kerak bo'lsa, men sizga o'zimni UC servisimni taklif qilaman. Bizda barchasi ishonchli va tezkor ravishda bajariladi. Murojaat qilish uchun video kommentariyasidagi ssilka orqali o'ting. Bizga ishonch bildirsangiz, biz albatta ishonchingizni oqlaymiz. Bizda barcha turdagi xizmatlarimiz mavjud. Qolaversa, bizni videoni tomosha qilib, shunchaki kommentariyaga 5 ta kommentariya bilan PUBG Mobile IDingizni yozib qoldirsangiz, mana shu bratga o'xshab random sayt orqali 120 UC yutib olasiz. Xo'p do'stlar, bizni yaqinda chiqadigan Tortuber versiyada naqd ikkita event kutib turadi har doimgidek. Bittasi Severniy tomonda va bittasi mana bu ko'prikning naqd boshlanish joyida bo'ladi. To'g'risi bu joyda event bo'lishini birinchi marta ko'rishim. Parashutda sakraganimizdan keyin event mana shunaqangi holatda ko'rinadi. To'g'risi juda ham chiroyli. Mana shu eventni menga ko'rinishi hozirdan yoqa boshladi. Event markazida joylashgan mana shu baland binoning ustidan eventni to'liq ko'rinishini bemalol mana shu joyga chiqib ko'rib olsangiz bo'ladi. Event juda ham chiroyli. To'g'risini aytganda bu eventni birozgina aylanib, mana bunaqangi dekoratsiyalarga ko'zim ko'p tushyapti. Sababi PUBG bundan bu yog'iga faqatgina bolalarni o'ylab event chiqarsa kerak. Sababi eventda e'tibor bersangiz, ayiq, xullas shunga o'xshash yosh bolalar o'ynaydigan o'yinchoqlarga o'xshagan turli xil narsalar, ko'rinishlari juda ham ko'p. O'zi event nomidan ham bilsangiz bo'ladi, pingvin deb nomlangan mana shu eventda turli xil hayvonlar va hattoki svetoforlarni ham dekoratsiyalarini ko'rishingiz mumkin bu eventda. Katta UC paketlarni arzonga chiqarib olish uchun biz albatta Buldrop saytiga kirib, mana shu joyda hisobimizni to'ldirib olamiz. O'zimizga kerakli to'lov turlarini tanlab, mana bu joyga hisobimizga qancha pul kerak bo'lsa yozib, promo kod joyiga Ali20 deb yozamiz va omadli promo kodni ishlatamiz. Hisobimizga to'ldirilgan pulni 20% ni qo'shib tashlab berishadi. Tekinga Bulcoin ishlash uchun Bulpassga kiramiz va Bulpass bergan missiyalarni bajargan holatda o'zimizga kerakli bo'lgan sovg'alarni yutib olsak bo'ladi. Hisobimizga pul tashladik. Endi uni ko'paytirish uchun biz case ochib bulcoinlarni ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Sababi ko'proq UC paket chiqarib olish uchun biz qancha ko'p case ochsak, bizga megalodon ishlari yig'ilib boradi. Va bu megalodon ishlarini biz mana bu joyda almashtirish knopkasini bosgan holatda 3 ta qutini bittasini tanlaymiz va qimmatbaho sovg'alarni yutsak bo'ladi. Xo'sh, case'larni ochdik, bulcoin ishladik. Endi chiqarib olish knopkasiga bosgan holatda mana shu joyga hisobimizdagi barcha bulcoinlarni yozamiz, tepaga esa ID raqamimizni yozamiz. Bizga UC promo kod tarzida taqdim etiladi. Promo kodlarni esa Midasby saytida akkauntimizga tushirib olsak bo'ladi. Eventdagi yangiliklarimizdan bittasi mana shunaqangi pingvin sandiqchalardan ajoyib lootlarni olish. Bunaqangi sandiqchalar eventni 3 ta burchagida bo'lar ekan, event markazida va 2 ta burchagida to'g'rirog'i. Event markazidagini ochganimizdan keyin pingvinchalar bizga raqsga tushgan holatda mana shunaqangi qimmatbaho lootlarni bizga sochib tashlar ekan. Bunaqangi yashikchalar mana bu tomonda ham bittasi bor. Biz bu yashikchalarni ochganimizdan keyin hozir yana bitta yangiligini ko'rsatib tushuntirib o'taman. Demak, yashikchani ochganimizdan keyin e'tibor bering, shlem tepasiga mana shunaqangi qizil narsa chiqadi va kartaga e'tibor bersangiz qanaqangidir g'alati signal tarqaladi. Bu signal nimani anglatishini ko'rishingiz mumkin. Qaysi tomondan odam kelganini kartada qizil qilib ko'rsatadi va eventni ana shu tomonida odam borligini bilib olsangiz bo'ladi. Buni ham hozir borib birgalikda tekshirib o'tib ketamiz. E'tibor berishingiz mumkin, rostdan ham eventni mana shu tomonida odam emas, to'g'rirog'i bot yuribdi, lekin obnovleniya kelgandan keyin qandaydir odam bo'lsa, ana shu yashikchalarni ochganimizdan keyin eventni qayerdadir odam bo'lsa bemalol topib olsangiz bo'ladi. Navbatdagi yangiligimiz odamlarni loot yashigini mana shunaqangi tarzda yelkamizga olib ko'tarib yursak bo'lar ekan. Bu qanchadir foydali yoki zarar bor bilmadim, lekin joyda turgan holatda menimcha tezroq loot qilasiz. Buni xavfsiz joyga olib boraman deguningizcha, bunaqangi sekin yurgan payti menimcha odamlar otib tashlashi mumkin. Yelkada turgan holatda loot qilsa bo'ladimi yoki yo'qmi degan savolga javob beraman. Yo'q. Menimcha beta versiyada bunaqangi narsani imkoniyati yo'q, balkim obnovleniya rostakami kelsa loot qilishning imkoniyati bo'lar, lekin yerga qo'ygan holatda xohlagan joyingizga olib borib loot qilsangiz bo'ladi. Eventni ikkita burchagidagi mana shu yashikchalarni ochganingizdan keyin sizga hech qanaqangi biror bir narsa bermas ekan, balkim rasmiy obnovleniya kelganida nimadir
o'zgarishi mumkin, lekin uchta ikkala tomondagi burchakdagi mana shu pingvin sandiqchalarini ochib chiqdim. Hech qanaqangi o'zgarish bo'lgani yo'q, shunchaki ichidan ajoyib lootlar chiqadi bo'ldi. Yana men sezgan bitta yangiliklardan biri, endi odamga otsangiz g'alati tovush chiqar ekan. Hozir shuni eshittirib ko'rsataman. Boshiga tekkandagi ovoz emas, boshqacha tanasiga tegsa ham ovoz chiqar ekan, hozir eshitamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu obnovleniya kelganda yo'q bo'lib ketadimi yoki yo'q bunisini bilmadim, lekin men beta versiyada shuni sezdim. Keyingi yangiliklarimizdan bittasi yangi yuz qiyofasi qo'shilar ekan. Bu Royal Pass'da qo'shiladimi, nimada qo'shiladi bilmadim, lekin mana shunaqangi tarzda qiz bolaga yangi yuz qiyofasi qo'shilar ekan. Bu faqat qiz bolada bo'ladimi deganlar uchun yo'q, albatta. O'g'il bola personajga ham yangi yuz qiyofasi mana shunaqangi tarzda qo'shilar ekan. E'tibor berishingiz mumkin. O'zgartirib ko'rsatyapman, farqini sezishingiz mumkin. Ancha-muncha farqi bor, lekin bilmadim kimga kerak bu yuz. Xo'sh, eventdagi yana bitta yangiliklarimizdan bittasi mana shunaqangi mashina bo'lar ekan. Bu mashina emas, to'g'rirog'i, aniqrog'i bu qor pushkasi deb atasak ham bo'ladi. Eventdan deylik, odamlarni yopdingiz va eventdan ketmoqchisiz. Mana shunaqangi mashinali pushka yordamida eventdan uchib ketsangiz bo'ladi. Hozir qanday qilib uchirishni sizlarga mana bu skrinshotdan keyin batafsil ko'rsataman. Demak, e'tibor beramiz. Xohlagan tomoningizdan kelsangiz bo'ladi. Xo'p, oldiga kelganimizdan keyin mana shu knopkasini bosamiz. E'tibor bering. Pushkani ichiga kirib olsangiz bo'ladi. Eng qizig'i faqat mana shu tomonga burilyapti bu va baland qilsak ham bo'ladi. Va otadigan knopkasini bossangiz mana shunaqangi qorli o'qga aylanamiz. Ya'ni to'p deymizmi, shar deymizmi va yo'qoladi va siz mana shunaqangi tarzda yerga qo'nib olsangiz bo'ladi. Unchalik uzoqqa uchirib yubormas ekan lekin. Yangiliklardan yana bittasi, bizga bu kartada, Erangel kartasida yangi zona, ya'ni yangi joy qo'shilar ekan. Zonani nomi Boat Yard deb atalar ekan. Boat Yard nima degani bilmadim, kirisa kallani. Bu joy oldin qanaqangi ko'rinishda edi va nomi nima deb atalardi? Kommentariyaga yozib ketamiz. Yangilangan versiyamizda esa mana shunaqangi joy bo'lar ekan. Bu menimcha qandaydir port bo'lsa kerak. Ko'rinishi juda ham chiroyli. Oldingi zonaga nisbatan bu ham qolishmaydi. Ko'rinishi borasida suvlar bor, cho'kib turgan kemalar bor. Mana shunaqangi bir so'z bilan aytganda juda ham qiziqarli joy bo'libdi. Erangel kartasida o'ynaydiganlar uchun yangi qiziqarli, sirli zona qo'shiladi desa ham bo'ladi. Beta versiyamizda ko'rgan yangiliklarim hozircha shular edi. Bundan ortig'ini to'g'risi topa olmadim. Yangi qobiliyatlar, qanaqangidir uchadigan moslamalar haqida hech biror bir yangilik yo'q bu beta versiyada. Balkim yana bir marta beta versiya yangilansa, menimcha boshqa qobiliyatlar ham qo'shilsa kerak. Ana shu qobiliyatlar qo'shilgandan keyin batafsil videolarni ko'rib borish uchun Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalimga barchasini tashlab boraman. Telegram kanalim silkasi video kommentariyasida bo'ladi. O'tib qo'ysangiz yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Mana shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz barchaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lamiz.